أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكفن، يعني في تكفين الميت ماشي. قال: ثم يكفنه في 3 أثواب بيض مجمرة إزار وقميص ولفافة، وهذا كفن السنة. Meyitni 3 parça raq bilan kepallaymiz. Bu 3 parça raq oq raq deydi. Mujammara isiriq bilan xushbo'ylangan. Buning biri izar, ya'ni belning ostiga yo'gaydigan yo'gak. Qamis, bu o'sha arablarning jilbobiga o'xshash uzun ko'ylakdek bir narsa. Ya'ni mo'risdan qo'shiq qadar keldigan. Va lifafa bir yo'gak ekan, o'raydigan yo'gak. Butun badanni yo'gaydigan yo'gak. Va hada kafanu sunnah. Hanifi mazhabining qarashida sunnat bo'lgan kepallash usuli mushtariqid bo'ldi. Yani 3 parça raq bilan kepallaymiz. Bunun ichida qamis bor edi. Bu Hanefi mazhabining qarashi, ya'ni Imom Malikdan kelgan bir rivoyat. Imom Malikdan kelgan yana bir rivoyatda 3 parcha raq yo'gaymiz, qamis buning ichida yo'q dedi. Bu Imom Shafiy va Imom Ahmadlarning qarashi. Lekin bu odamda qarash o'xshashmasligi, qamisni ishiltish sunnatmi, sunnat emasmi deganmiz. Joizligida ittifoq qilmaydi. Yani bu kitapta mush kepallashning hukmi ustida to'xtalmadi. Nima? Kepallaymiz dedi. Kepallashning hukmi nima desa, hukmi takfin vojibun kifoyi. Juyib tarash va dafn qilishning vojib kifoyi bo'lgandek, kepallashning vojib kifoyi. Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb ko'rsatgan: "Ilbasu hadhihi thiyabil bid wa kaffinu fiha mawtakum." Ya'ni Odam alayhisalomdan tortib ta hozir qadar meyitlarimizni shuni kepallab yerga qo'yish odati shakllangan. Bumi vojiblikni bildirdi. Yana yuyib tarash, insonni izzatlash va chiroyli yerga qo'yish uchun vojib kifoya deb qarasak, yo'gab, o'rab, kepallab yerga qo'yishmi shundaqla izzatlash ustidan bo'ldi. Endi Hanafi mazhab mushu 3 parcha raq va buning ichida qamis bor degan yoki mushu tariqada kepallashning sunnatligiga dalil bayon qildi. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam kuffina fi 3 athwabin bidin sahuliyatin minha qamisuhu. Ana shu rivoyatninki kuffina fi 3 athwabin bidin sahuliyatin degan misha qadar Sahih Buxoriyda bor. Minha qamisuhu degan shuning ichida ko'ngliki batdi degan mush rivoyat ajiz rivoyatga kelgan. Sayyidike Hazreti Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniya, yak sahuliya deb kelgan. Sahuliya deganmi Yamandagi bir kentning ismi, Sahul. Shu Sahul degan kentda ishlab chiqarilgan ashraq demakchi. Paxtaraq. Bidin sahuliyatin min kursuf degan paxta. Laysa fihinna qamisun wala imama. Ma hadisda mana Sahih Buxoriy hadisda 3 parcha raqning ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kepallangan 3 parcha raqning ichida qamis yo'qdi degan rivoyat. Endi bu sahih hadisning qarshiligida Hanafi mazhabining dalil qilgani birinchi Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu shunda vasiyat qilib ekan: "Idza ana mittu faj'alu fi akhir ghasli kafura wa kaffinuni fi burdayni وقميص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك." Bu Hakim Mustadrak'ta rivayet qilgan hadis ekan. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhu rivayet qilgan bir hadisda Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin vafot bo'lgan chaqda jaa ibnuhu ila nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala ya Rasululloh a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi. فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين الخيرتين. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار berilgan deb namozini tushirgan.
Şu kebirul munafiqinning namozini tushgan. Bu kebirul munafiq ham şu hadisatul ifkda tavalla kibrahu cho'ng rol o'ynagan. Undan keyin Badr g'azotida qo'shinning ustidan birini yondirib ketgan. Madinaga qaytsak la yukhrijannal a'zu min hal adal degan. Uning boshqa qilmishlarni qilgan munofiq. Lekin o'g'li Abdullah sodiq mu'minlardan bo'lg'achqa, o'g'lining izzatini qilish jihatdan bo'lishi mumkin yoki hayot vaqtida Rasulullohning ko'ngligini berishni talab qilgan chaqda Rasululloh va'da qilganlik uchun bo'lishi mumkin yoki Abbas radhiyallohu anhu musulmonning qo'liga asir tushib qolgan chaqda ko'nglik yo'q, yalang'och qolgan chaqda boshqalarning hech qaysini ko'ngliga o'tilganmay Abdullah ibn Ubay ibn Salulning ko'ngliga o'tilgach ko'ngligini berib turgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tag'isi kiyib olgan shu chaqda. Shu tarafdan yaxshilikni qaytarish jihatdan bo'lishi mumkin. Rasululloh ko'ngligini berishni va'da qilgan. Ba'zi rivoyatlarda shuni bergan va shunda yerlikni qo'ygan, ba'zi rivoyatlarda yerlikni qo'yib bo'lgandan keyin Rasululloh berib, kelgizib va tukurib buningga duo qilgan shaklda keyin namozga tushgan rivoyat bor. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ixtiyorliqim bor. Astagfirullah va la astagfirullah deb Allohda tanlash ixtiyorliqim bergan. Deb Rasulullohning rahmat, shafqat ig'ir bisib ketganlikdan ana shuni bir fayz so'rab qolsa azob yengilletilsa ajab emas degan tariqada namozga tushgan. Fanazalat alayhi shu chaqda mush oyat tushdi. Va la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Sahih Buxoriyga rivoyat. Yani Hanifi mazhabning istidlol qilishi mush hadisdan Rasululloh Abdullah ibn Ubay ibn Salulni o'z ko'ngligi bilan kepalladi deydi. Bu Abdullah ibn Ubay ibn Salulning voqealigida bo'lgan ish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishini bayon qilishi bor. Rasulullohning qilg'ashmaq. Abdullah ibn Ubay ibn Salulni Rasululloh o'zining tanlashi bilan shu ko'ngligida kepalladi. Undan keyin Rasulullohning tanlig'ini, Rasulullohning ishi sahoba ikramlarning ishidan oldin o'rinda turdi. Hazreti Ayşe'nin rivoyat qilgani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgandan keyin sahoba ikramlar Rasulullohni ko'ngligida kepallamay boshqa kiyimda qilgan deb rivoyat qilgan ekan, Rasulullohning o'zining qilg'ishi sahoba ikramning ustun turdi degan. Hatto sahoba ikramning shidimi qamisi deb kufna fi qamis deb rivoyat bor. Undan keyin Hazreti Ayşe'ning hadisi bir tarafdan boshqa rivoyatning oldida marjuh deb qaraldi. Nima shu desa Hazreti Ayşe ayollar qatarda bo'lganki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kepallash kishilar ustida turmagan Ibn Abbas va Ali qatorliq Rasulullohning ahli bayt va er kishilar kepallash ishi ustida turgan. Bular ayollar qilganda udroq biladi deb menda bir xil tarjih qilgan. Qanday bo'lmasin bu sunnatlikdagi ixtilof, joizlikdagi ixtilof emas. قال وروي أن الملائكة كفنت آدم في 3 أثواب وقالت هذه سنة موتاكم يا بني آدم. قال وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها. أن كيفلاش أصوله فعندك ده بقوله لفافة يعني أشون يوجك أستغ سلندو تسلب قلب أن أستغ لفافة سلمس. ثم الإزار فوقها أندن إزارنı koyamaz. Onundan keyin meyitni şu izardan su koyup durup, yölep durup ko'ngligini keygizimiz deydi. Yuqanmas degan şu ko'nglik keydirildi. Albatta ko'nglik keydirsa bir odam yölep tutmasa keydiremaydi. Ve yudau alal izar. Andın ko'ngligini keygizib bo'lgandan keyin izarning ustida qo'yamiz. Xudodan sen kishi bolni yögep uğraşda nima qilgandek latının ustida qo'yib, undan yögeydigan bo'lgandek va yudau alal izar, izarning ustida qo'yamiz. Va huwa min al mankibi ila al qadam. Ash qamis adir va huwa degan ash qamis nimacha? Izar emas. Qamis min al mankibi ila al qadam. Murisdan putuq qadar bo'ldi. Lekin izarcho, izar degan min al khasirati ila al qadam deymiz. Wa yu'tafu alayhi min qibal al yasari thumma min qibal al yamin. Yani izarni o'ng va so'l tarafdan yo'gaymiz deydi. Ya'tibaran bi halatil hayat. Hayat vaqtida qanday yo'gan bo'lsak, shunda yo'gaymiz. Summa al-lufafatu kadhalik. Undan keyin ashun yo'gakni shunda yo'gaymiz. Wa hiya min al-qarni ila al-qadam. Al-lufafna beshining cho'qqisidan tortib, putuning olqini qadar, tapini qadar yo'gaymiz deydi. Qarn degan o'sha boshning shu cho'qqisi, bunday yerni qarn deymiz.
Albatta unda boshim yo'g'ildi. Lupapa butun jismni yo'g'itdi. Qala fa in iqtasaru ala izarin wa lifafatin jaza. Agar izar bilan lupapa bilan ishlatib ikki parcharoqda kepallisimi joiz. E'tiboran bi halatil haya. Hayot vaqti qiyos qilgan jihatdan durust bo'ladimi shuni? ولقول أبي بكر رضي الله عنه اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما. Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lish oldida shuna vasiyat qilgan. Mana o'shamniki ikki parcha kiyimimni yuvib, mushuni kepallanglar deb vasiyat qilgan. Hazreti Aisha o'zlariga yana bir parcha kepallik sotib olmamdoq, ata degan chaqda qala la al-hayy ahwaju ila al-jadid min al-mayyit. قال وهذا كفن الكفاية أن مشو إشباط رخ سلتش اختياري حالتا أن توان تشكيري قرن ديگان çok seviyorum bunu 5 من دايرنا قرن دايمız her bir insanın iki qarını var qarnan ya hata bu izar bilan qarni ile qadam olmaydı adeti izarını bilirsen ko mesela Yemenlikler Indonezya'da görülen narsa yoki ihramla qaltida balni asli o'rgaydigan narsani izar deymiz. Qonunda almashuv qildi. Qala va la yuqtasaru ala wahidin illa 'inda ad-darura. Zururiyat bo'lmasa bir parcha bilan kepalmaydi. Bir parcha bilan kifoyalanmaydi. Lima ruya annahu hina istushhida Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu kuffina fi thawbin wahid. Mus'ab ibn Umayr va Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma her ikisi şehit kılıngan çağda şu bir parça burada ya bir parça ton Araplarning shunda bir uniki at oldigan tonlar var o burada. Şu bir parça tonlan boğaşqa shuningda yerligida qo'yilgan. Bu bir parça tonni 5'ini o'rgatsa puti isib qilib putga parça 5'i isib qolgan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5'ini o'rganlar putini izhir degan chig'i bilan o'rgatinglar degan. Hamza radhiyallohu anhu vafot bo'lganida Safiya radhiyallohu anha chiqpachi rahni ko'tarib chiqqan kepillayman deb. Chiqsa Hazrat Hamzaning qishida yana bir ansoriy shahid davlatda yotgan ekan, uni chek tashlab, chek qasani chiqqan bo'lsa, rahning cho'nroqini shuni ishlatib, ikkalanga ishlatgan. Yani Hamza radhiyallohu anhu shu bir parcha rah bilan kepillangan. Uni beshig'i tasib tashirib qilib bunday ahvol bo'lgan. Bu ham zururiyat. Zat uni boshqa rah topolmagan ahvolda shunday ham kepillandi demoqchi. Qala va yaqidul kafana in khafa intishara. Agar yishib ketib, bo'shab ketib, mayitning badani isib qolgan ahvol bo'lib qolsa, shunda ansirab qolsa, kepanni bir-biriga chigvasi bo'ldi. Uchini chigvasi bo'ldi. Taharruzan an kashfil awra. Qabriga qo'ygandan keyin eshitdi. Chunki bu esilib qilishda ansirab chigib qo'ygan. Qabriga qo'ygandan keyin esilib qilish xavfi yo'qolgandan keyin eshitib qo'ydi. Wala yukaffanu illa fima yajuzu lubsuhu lahu. I'tibaran bi halil haya. Hayot vaqtida nima kiysa joiz bo'lgan bo'lsa, shu narsa joiz bo'lgan kiyimlar bilan kepallisi bo'ladi. Yani xam bo'lish kerak emas. Bizning jutta hozirgalar shu xam bilan kepallaydi. Xam bo'lsin, uning boshqa daka, xasa deymiz, shu qanday bo'lsa bo'laverdi. Ammo erlarni dabla qilishda masalan jipak raqlab qolsa bo'lmaydi. Hayot vaqtida jipak raq kiyishi haramda. Bundan boshqa shunda al-muzaffar wal mu'asfar degandek raqlar bilan kepallisi bo'lmaydi. Mu'asfar wal muzaffar degan za'faran bilan za'far bilan bo'ygan. Buning rangi mo za'faran, sag'uch, qizg'uch, sag'uch rang ham buning bilan billa ashgub qilib buni burab turgan purq bor ekan. Mu'asfar deganmi asfar bilan yoki qurqum nima deymiz, shunda sag'uch, qizg'uch bo'yadigan, shunda narsalar bo'ygan. Shundan birga shuni puraqlar bor. Buni odatda normal ahvolda kiyish shaklangan. Ama muasfarda siriq kiyim degan gap emas, siriq rang bilan billa shunda purq bor. Undan ayollar agar jipak kiraqda yerligida qo'yasiz bo'ldi degan gap chiqdi. Qala
Ve kefenul mer'ati kezalik. Yani ayollarning kepalligimi shunda yuqoriqidek bo'ladi. Lekin o'tirib bir azab farqi bor. U bo'lsa-mu va tuzadu khimaran va khirqatan turbatu fawqa sadiyha. Uningdan ortiq, ya'ni ernikidan ortiq bir parcha lichak yoki ro'mol va bir parcha lata yoki balvog'dek bir narsa ortiq bo'ladi. Turbatu fawqa sadiyha. Ko'ksining ustini bog'laydigan bir balvog'dek bir narsa. Bu ham ko'ksi bilan kindik orlig'ini butun bog'laydigan bir keng bir raq. Bu balvog'ni ash lipopiga o'rab qo'ygandan keyin eng ustidan chigib bog'laymiz. Qala tulbasul qamisa thumma al-khimara. Ash ayolga oldidan ko'ngligini kiygizamiz, uni ustiga ro'molni atamiz. Thumma turbatul khirqatu fawqa al-qamis. Miyadabto ash balvog'ni qamisning ustidan chigimiz debdi. Aslida bu lipopining ustidan chigildi. Eng oxirida eng ustidan chigildi. Ya'ni bir mazhab kitoblardan boshqa kitoblarda shunday. Miyada lekin ko'nglikning ustidan chigimiz deb. Ya'ni lipopining ichida qoldi demakchi. Summal izar, uningki izarni yo'gaymiz. Summal lifafa i'tibaran bilubsiha hal al-haya. Hayot vaqtida shunda kiyinibdi. Kepalligandami o'xshash kepallaymiz demakchi. Va huwa kafanus sunnah. Ya'ni 5 parcha raq ishlatib kepallash ayollarni kafanus sunnah. لما روت عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها في كفن ابنته ثوبا حتى ناولها 5 أثواب آخرها خرقة تربط بها ثدييها. آخرها خرقة ديال لبابنا وربوغان يمكن عندن بلوغنا بغلايدو دينجم. قال فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جازا. شخباجة رخصتك شنجي بارشك رومال شلسة bu mujaiz ve huve kefenul kifaya. Antuen çıkışu. Liannehu adna ma testetiru bihi halal hayat. Çünkü bu ayet vaktida antuen kiyiniş isildiğen kiyimler şunu itlereydi. Ve yukrahu aqallu min zalik. Bir parça, iki parça isiltiş mekruh. Ve an Ebi Yusuf'a, Ebu Yusuf'tan kelgen yani bir rivayette, nevadir rivayetinde yekfiha izarun ve lifafetun. İzar bilan lipop olsa yeterli. Çünkü izarni balnasi yo'g'idoq, lipopni butun badani yo'g'idoq, butun badani yo'g'ilgandan kepandan maqsad ado bo'ldi demoqchi. Li husul satr bihima. Qala wa yuj'alu sha'ruha dafiratayn ala sadriha fawqa al-qamis tahta al-lufafa. Ayolning chechini ikki o'rim qilib o'ygandan keyin ko'nglakning ustidan maydasiga tashlab qo'yamiz edi. Meclisten albatta o'ttirga chuqur joyga tashlab qo'yiladi. Bir parcha o'rimni bag'iribdim, bir parcha o'rimni matirib tashlab. Lupapini siturdi, lekin qamisning ustida. Minal janibayn, li'annahu fi hal al-hayat yuj'alu wara'a dhahriha lizina. Nima uchun meclisten tashlab qo'yilmasa? Chunki hayot vaqtida bu o'rimchashlarni oxirida tashlaydi. Yasinish shaytdan uni oxirida tashlaydi. O'lgandan keyin yasinishiga mazmun bo'lmagan ekan, oldiga tashlab qo'ymas. وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك. Ölgəndən keyin birincidən yasınışgan narsa yo'q, ikincidən kepan ish ketib qolsa, chach sangilab qolgan bo'lmasin deb üst tarafiga jo'shtirib qo'ymaymiz demoqchi ekan. Lekin Ummatiya radhiyallohu anhaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Zeynab radhiyallohu anha jug'an rivoyatida 3 o'rim chach qildi va chachni oqiga tashlab qo'ydi deb rivoyat kelgan. Lekin aniq vaziyatda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uni shunda ko'rsatma bilan qilganligi isbotlangan bo'lgan ekan, Ummatiya radhiyallohu anha shunda qilishi muvofiq ko'rgan bo'lishi mumkin degan. Qala wal murahiqu kal baligh. Murahiq degan balog'atga yetay deb qolgan bola. Balog'atga yetmagan, lekin yetishga yaqinlashib qolgan. 12-13 yoshlar desak masalan. Bu balog'atga yetgan kishi o'rnida 3 parcha raq bilan kepallandi. Va g'ayrul murahiqi fi khirqatayn izarin va rida. G'ayrul murahiq degan balog'atga yetishga yaqinlashmagan sabiballar 2 parcha raq bilan kepallandi. Bu 3 parcha izar va rida. İzar ve lifafa dese bekrak muvaffaqiyatli beşini yürütülen bo'lgan. Qo'saqdan tushib ketgan bola bo'lib qolsa, siq
tartib bayon qilmadi. Qo'toqdan tushib ketgan bola bir parcha raxlallan uyga dafn qilindi. Qala va idza matat al-mar'atu wa la kafana laha. Ayol kishi o'lib ketdi, kepan yo'q. Albatta bir kishi o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin buni kepanligini shu kishining iqtisodidan sarf qilinmas. Oldi bilan kepanlab o'tib, undan keyin qarzlarini ado qildigan, undan keyin vasiyat, meroslari bir taraf qilindi. Agar uning mol-mulki bo'lmasa, hayot vaqtida kim xarajatini qilib turgan bo'lsa, kepanligini shu apirdi. Hayot vaqtida chiqimini qilib bergan o'xshashlar. Taqallam ayol kishi masalasida Imom Muhammad eri apirish kerak emas. Kepanning chiqimini eri qilib bersin bo'ldi deb qaragan. Abu Yusuf rahmatullohi alayh hayot vaqtida buning xarajatini eri qilib bergan bo'lg'achqa keyin kechagina apirdigan ishlarni o'lib ketgandan keyin eri kepanligini apirdi degan. Albatta hamda bu masala kepanlik iqtisodni talab qilmaydigan bir oddiy bir ish, lekin bu aslida o'lish bilan xotinlik munosabat rishqisi uzilmamdi degan masalaga bir taqalgan bo'lg'achqa ulamolar shu qatorda bahs qilib mangan. Ya'ni bu tigi cho'ng masalaga berib taqilgan bir o'zi oddiy usul. Lekin shundadimi, unda hozir turmush shunda bayashatulab, kang tashaqqu bo'lgan bilan ba'zi vaqtda kepanlikka qodir bo'lolmay qolgan meyitli bo'lgan. O'z vaqtida Qashqar jang qo'yganda bir meyit kepanlab yerligini qo'yashga adam chiqmab 3 kun qoldi ekan. قال وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها فكفنها على زوجها عند أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بكسوتها حالة الحياة. وقال محمد رحمه الله لا يجب لأن الكسوة من مؤن النكاح وقد زال النكاح demek. Elbette eğer katı öğrensek bu meseleni, eğer ölüp gidip kalsa ayoli erning kepanligini tayyorlab turishi ayolga vojib emas. Bu bil ijma. Çünkü hayat vaqtida ayol erning kiyim kechkini apirish kerak emasdi. Endi kepan mu yo'qoldi, mol mulki mu yo'qoldi, uning chiqib turgan ilm bo'lmagan kishi bo'lsa, fakafanuhu ala baytil mal. Baytul malul muslimin kepanligini berligini qo'yib, oxiratlikini shu qiladi. Qala faslun as-salatu ala al-mayyit fardu kifaya. Meyitning namozini tushirishning hukmini fardu kifaya dedi. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على كل بر وفاجر ولأن الملائكة صلوا على آدم وقالوا لبنيه هذه سنة موتاكم برواية لا مساء عاجز لكن سيد استم واجب كفاية كالكيز بشد الله والحمد لله رب العالمين. Biz dedik qolmasa, mana kitobda bir masalaga ojiz desa kelgan bo'lsa, ojiz desa kelgan bo'lsa, bu sahih dalil yo'q deganligini bildirmaydi. Yani fuqahalar odatda sal qarab kelgan dalillarni kelib qo'yishi mumkin. Chunki u o'z vaqtlarida sahih ma ojizda unda talashdash qilganlar yo'q hozirda. Hozirda biz sahih dalilni eklab o'rniga istamiz. Ama vajib kifoyaning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam أمر بالصلاة على موتى المسلمين فقال صلوا على صاحبكم. نما قرض بام يوقما deb so'raydi. Qarzi bor deb qolsa sallu ala sahibikum deb qo'yib namozini tushirmaydi, lekin bosh sahobalar namozini tushirdi. Bu muttafaqun alayhi hadis. Bu farz ayn emaslikning dalili. Rasululloh o'zi namozini tushirmay boshqalar tushirgan ekan saqata anil jami'a bo'ldi. Yana Najashi vafot bo'lgan chaqda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam inna akhallakum qad mata faqumu fasallu alayhi. Sahih Muslim rivoyati. Bunda fasallu alayhi degan bir buyruq bor. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatini qilgan bir yahudiyning bolasi musulmon bo'lib vafot bo'lgan chaqda sallu ala akhikum degan Nasa'iy rivoyati. Ana shu buyruqlar hammasi vojiblikni ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi namozini o'qimay sallu ala sahibikum deganligi vojib kifoyalikning dalili bo'ldi. Qala wa awla an-nas bil imamati fiha as-sultan. Fiha yani fi salat al-janaza as-sultan. Jinoza namozini tushirishga eng haqli kishi al-khalifatul muslimin. لأن في التقدم عليه ازدراء به. Çünkü xalifatul muslimin ba turib shu sorunda bireylar uni oldiga chiqiblam
imom bo'lib namoz o'qib olsa xalifatul musliminni ko'zga ilmaganlik bo'ldi. Valima ruya yana bunda bir rivoyat kelgan annal Husayn ibn Ali alayhim assalam hina tuwfiya akhuhu al-Hasan radhiyallohu anhu قدم سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان أمير المدينة وقال لولا السنة لما قدمتك. مش رواية بعض عاجزين بسوا لكن بو حسن درجة الرواية. الشيخ الألباني مو حسن دبقرقان. قال ثم القاضي سلطان بن موسى قاضي نمزن شردو لأنه في معناه أن قاضي بن موسى ثم إمام الحي شو مالنا إمامه لأنه رضي بإمامته حال حياته. çünkü aşı vafat doğan kişi aşı imamga hayat vaktida iqtido qilib imomligini e'tirof qilish, değil razı bo'lgan imomlikqa. Undan keyin vafot bo'lgan chaqdimi ashuning imomligiga razı bo'lish kerak. Summal awliyaul aqrab fal aqrab illa al aba fa innahu yuqaddamu ala al ibn. Undan keyin eng yaqin tuqqanlari, velilari namozini tushirdi. İllal ab. Faqallam dadisi olib qolsa bu o'g'illarning oldiga qo'yiladi dedi. Lianna lahu fadilatun alayhi fakana awla. Chunki dadi deganning farzandi qarta fazilati bo'ldi, uni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan, tarbiyalagan, baqqan kishi bo'lg'achqa. Yana bir tarafdan aytsak, dadi degan farzandlarga intayin kuyindigan va shuning yaxshiligini ko'zlaydigan ashunda shafqatli keldi. Lekin bola dadisiga u darajada shafqat bo'lmasa mumkin. Shu uyg'urda bunga munosib maqol tamsillar bor. Lekin dadisi namozini tushirib qolsa, bu o'g'liga, bolasiga chin ko'ngildan qattiq duo qiladi. O'g'li dadisi qilgandan bakrak, dadisi o'g'li qildi. Undan keyin dadisi namozini tushirsa münasip demekçi. Burada sultan qazi edilmegene karşı elbette. O qazi deganmi? Şu sultan tayinlab qo'ygan mening o'rnimni va ishini qilib bo'lamidimi siz? Mana shuni qilib qo'ying deb o'rnini tayinlab qo'ygan noibi o qazi degan. Umar olim shunda. Yo'q, Hanifi mazhabda unda emas. Chunki buningda ba'zi nususlar bor. وعن أبي يوسف سليان قرش أبو يوسف وإمام شافعي رحمة الله عليه قرشه الولي أولى بكل حال. ولي لبقاسا شو لو كنت كنشنان دادسي أغلى أكسي تغسي شو دادسي لبقاسا أمير سلطان قاضي إمام الحيدن بو حقيقة شو مصر با مسجد إمامه جنازة namaz sürüşte ilgili dep koydum. Evliya meyitning ishida namozni joyida o'qib beradigan bo'lsa oldiga chiqsin deb u o'zini so'rab shu tuqqanlarni chiqarib qo'ydi. Shafiy mazhab ko'ra. Deganda bu shu masala yuqorida bir rivoyatni bayon qildik-ku. Shunama Hazrat Hasan va Husayn radhiyallohu anhu. Shayxul Islam Ibn Taymiya Minhaj Sunnah Nabawiyya degan kitobida shunday deb ekan. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم على الإمام ذي السلطان وإن كان المأموم أفضل منه ولهذا قال العلماء إن الإمام الراتب لا يقدم عليه من هو أفضل منه وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذي يصلي بالناس وتنازع الفقهاء فيما إذا اجتمع صاحب البيت والمتولي أيما يقدم على قولين كما تنازعوا في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي أو الولي وأكثرهم قدم الوالي كيف قال الله قرشه أشوالي قاضي إمام الحي سلطان أشولا نوز وقشتاقلات ولهذا لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهما قدم أخوه الحسين بن علي رضي الله عنه أمير المدينة للصلاة عليه وقال لولا أنها السنة لما قدمتك والحسين أفضل من ذلك الأمير الذي أمره أن يصلي على أخيه لكن لما كان هو الأمير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه قدمه لذلك أنا شو سيد استه لا يؤمن الرجل في سلطانه diyen. Yani bir rivayette
ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك. Bu Sahih Müslim rivayeti. Abu Davud'un rivayetinde la ya'ummur racul fi beyti ve la fi sultanihi ve la yeclisu ala takrimatihi illa bi idnihi. Yani bir rivayette ve la yu'ammur racul fi sultanihi. Bu anı sahih rivayetler. Lakin sultan yani hukuk dairesinde bir qazi ya şu mahallenin imamı ya ki şu şahının valisi ya halifatul muslimin ba urumlab qalsa buni hukuk dairesi bo'lg'achqa boshqa bir aylan uni imom bo'lib bo'lmaydi. Uni salatul janozami 5 vaqt namoz va boshqa namozning qatorida o'xshash demakchi. Mushu qarash bo'yicha. Abu Yusufning qarashi mushu İmam Şafii rahmetullahi alayhi'den kelgan al-Jalil qarashlar o'xshash. Yani bu vali haqqi bis salat alal mayyit demakchi. Lekin Mushafiy mazhabning qarashi shu kuchli. Qala wa in tasawu fil qurbi fa akbaruhum sinna. Tuqqanchilikda boshqalar hammasi mayyitga nisbatan tanglab qolsa, shuni eng yesh shunga namozini tushirdi. Masalan 5 o'g'il bo'lib qolsa, o'g'ilning eng shunga bazasini namozini tushirdi. Walil aqrab an yuqaddima man sha'a li anna al-haqq lahu. Ama şu namazını tushirish haqqi bo'lgan shu yaqin tuqqani xolisa o'zi tushmay boshqa bir aydanga o'tinib basim bo'ldi. Shu cho'ng o'g'ilning masalan ustozi kelibdi, damullam. Yani ustozim siz namozini o'qisa, odamning namozini ustozini chiqarib qo'ysa bo'ldi deydi. Masalan قال وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان والقاضي لأن الحق له. Sultan ya qazi ya imom hay o'qimay boshqa bir aydan namozini tushirib qolgan taqdirda mayitning vali bu qayta o'qisa haqqi bor. Lekin sulton va qozi tushgan ahvolda qaytadan o'qiymiz demaydi. Qala fa in salla al-wali falaysa li ghayrihi an yusalli ba'dahu. Yani vali namozini tushgan bo'lsa, qoid bo'yicha valining o'qishi kerak bo'libdi. Vali o'qigandan keyin boshqalar qaytadan o'qiymiz namozni demaydi dedi. Lianna farda salati ta'adda bil vali. Chunki vali bilan bu namoz joyida o'qilib bo'ldi. Falau sallu ba'dahu yakunu nafla. Undan keyin o'qib qolsa bu nafl bo'ldi va la yutanaffalu biha va la yutanaffalu bis salati ala al mayyit demakchi. Bu Hanefi mazhabining qarashi albatta. Lekin boshqa mazhablarda mayitning namozi bilan nafl o'qishga bo'ladi, ya'ni ikkinchi qatim o'qishga bo'ldi demakchi. Ikkinchi qatim o'qigan nafl bo'ldi. Birinchisi vojibni saqit qildi, ikkinchisi nafla deydi. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda anna aswada rajulan aw imra'a kana yaqumu al-masjida, yani masjidni tozlaydigan bir qora odam bor ekan. Ayol yoki er ehtimolli rivoyatlar keldi. Famata wa lam ya'lam an-nabiy sallallohu alayhi vasallam bimawtihi. Fadakarahu zatayum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning o'limini xabar topmay bir kun o'tirib, "Voyliq inshaalloh masjidni tozalagan bir inson bordi." Faqala ma fa'ala zalika al-insan. Haliq inson nim bo'ldi, yo'qolib ketdi deb so'rgan chaqda, qalu mata ya Rasululloh. Faqala afala adantumuni? Nima uqtirib qo'ysam bo'lmamdi, namozini tushirdim. Faqalu innahu kana kaza va kaza qissatahu. Ana bu manda o'g'an kechida vafot bo'lib ketgansini o'g'itib avar qilmaydi dedi. Endagi vaqalarida ham bu kishini munda to'yin ko'rgandek bir gapni qilgan. Unchalik ketgidek odam emas degan tariqada bunda gap qilgan chaqda fahaqqaru sha'nahu qala fadulluni ala qabrihi fa qabrahu fa salla alayhi. Yerligini qo'ylab qo'ygan kishiga namoz o'qidi Rasululloh. Bu bir tarafdan yerligini qo'ylab qo'ygan ahvol bo'lsa, ash mayitning bir egisi kelib qolsa, boshqa shahar ekansa, ulg'ranmagan kishi bo'lib qolsa, ash qabristiki mayitga shu to'zitlan namozini tushirsa bo'ldi deganlikni ko'rdi. Fa salla alayhi. Yani bir rivoyatda ashab-ı kiramlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning keyinda nasib bo'lib tug'an. Ularga shu ashab-ı kiramning ishida burun namozini tushirganlar bordi. Undan keyin bular Rasulullohning oxirida ikkinchi qatam namozini tushirdi degan gap qildi. Ularning nafla yutanaffal bis salat alal mayyit degan gap chiqdi deydi. Hamda nima uchun bunda ikkinchi qatam o'qidi bu desa, endi bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asli mushu insonning valisidir. An-nabiyyu awla bil mu'minina. Shunama
ana valiyun la valiyallah degan bo'lgan ekan, ham sulton. Tushunami? Musulmonlarningki 5i. Navkan mush vali bo'lg'achqa Rasululloh keyin o'qigan. Navkan mana bu mazmunning ma'nosiga tushundimda. Ammo la yutanaffal biha degan hadisdan yutanaffal biha degan mazmun chiqdi. قال ولأنه لو جاز إعادة الصلاة لأعادها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوا. Qayt o'qish, yani nafl o'qish deydimda. Ayni joiz bo'lgan bo'lsa, sahoba kiramlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozini va sahoba kiramlarning namozini qayt tushirgan bo'ladi, lekin amaliyotda unda ahvol yo'q deydi. Va liqavlihi sallallohu alayhi vasallam li Umar inna salata alal mayyit la tu'ad. Albatta bu mu'ajiz rivoyat. Ammo biz yuqorqi hadis voqealigiga asosan deymizki, valisi ulgurolmay qolgan bir ahvol bo'lib qolsa, qayt namozini tushirsa bo'ladi. Yerlikni qo'ylab bo'lgan bo'lsin namozini, yerlikda turib namozini tushirsa bo'ladi. Qala va in dufina min ghayri salatin sulliya ala qabri. Namozi tushirilmay yerlikda qo'yilgan bo'lsa, qabrisi turib namozi tushirildi. Lekin avaqalikda namozni tushirgan sahoba kiramlar. Nima? Ma lam yaghlib ala dhanni tafassuhu. Lekin buning bir cheklimisi bor. Buning bir muddat belgilangan Hanafi mazhab ulamolari. Ammo birinchi qarashda jasad chirib ketmagan bo'lsa, chirib ketmadi deb faraz qilgan ahvolda namozni tushirdi. Chirib ketdi deb bo'lgandan keyin o'sha namozni tushirmaydi, bo'ldi ketdi. Li itlaq ma ravayna. Yuqorida sallu degan buyruqlar yerlikda qo'yilgan va qo'yilmagan bo'lsin, hamma o'zicha olgan bo'lg'achqa deydi. Faida tafassaqa lam yatanawalhu an-nas. Unda chirib ketgan taqdirda bu mayyit jasad bunda bir narsa mavjud emas bo'ldi. Va qaddarahu ba'dhum bi 3 ayyam. Ba'zi ulamolar 3 kungacha deb belgilab chiqdi. Wal awwalu asah. Birinchi qarash ma lam yaghlib ala dhanni tafassuhu degan shunda bekitish sahiyrak Hanafi mazhabda. لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة. Chunki havoning sovuq issiqligi, namligi va to'pininki turlariga qarab bu chirish ahvoli uzun va qisqa bo'lishi mumkin. Qala va law alimu ba'da as-salati annahu lam yughassal, namozni tushirib bo'lgandan keyin yuvib tarmaganligini bilsa, ghassaluhu, yuvib tarab va a'adu as-salah, namozni qaytadan o'qiydi. Walau alimu zalika ba'da ad-dafn, yerlikni qo'yib bo'lgan chaqda va jumabtikan mayitni deb bilsa, la yunbash, qabrini ko'lab jasadni ashqi jumaymas, qabri ichilmaydi deydi. Li'annahu mithlatun, chunki qabrni açsaq, o keban bilan yotgandan keyin to'ptarat shakli munoyat bo'lib ketadi, mayitni izzatlashining o'rniga ihanat bo'lib qoldi. Wala yu'iduha, wala yu'idu as-salat demakchi. Namozni qayta o'qimaydi. Wa rawa ibn Sama'a an Muhammadin rahimahumullah annahu yukhrijunahu ma lam yuhil at-turaba alayhi li'annahu laysa binabshin. Ma o Navadir rivoyati, bu rivoyatda yerlikni qo'yibdi, lekin ustiga to'p tashmagan bo'lsa, chiqib yuvib tarab namozni tushirib, anda yerlikni qo'yish bo'ldi. Ana Muhammad ibn Sama'a Abu Abdullah al-Imam al-Hafiz al-Thiqa, da shaylik ravilardan. Bu cho'ng imom. Imom Lays ibn Sa'd, Abu Yusuf va Muhammad ibn Hasan qatorliq olimlardan hadis o'rgangan va fiqhda o'qigan. Bunun Kitab-ı Navadir, Kitab-ı Mahadir ve Sicillat, Kitab-ı Adab-ı Qadi deganda kitapları var. Yana İmam Abu Yusuf bilan Muhammaddan Navadir masalalar rivoyatini qilgan. Biz Hanafi mazhabining kitoblarini 3 turga ayirdik. Kitab Zahir rivoya, An-Navadir, ikkinchisi An-Nawazil wal Waqi'at. Mana Navadir rivoyatlarini Muhammad ibn Sama'a rivoyat qilgan. Xil ko'p qismini. Albatta boshqa shogirdlarning rivoyat qilgan bor, lekin Abu Yusuf va Muhammaddan ba'zi kitoblarni, shu imomlarning kitoblarini va amalilarni rivoyat qilgan. Shundaqla Navadir masalalarni bu jinski masala ekan, cho'ng masala qatorida emas ekan deb shuni qayd qilib yozib qoldirgan.
يحيى بن معين دتكن لو كان أهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة في الرأي لكانوا فيه على نهاية. أهل الحديث محمد بن سماعة مش فقه مسألة نقل قلب رواية قلشتاي رسول قلن رواية قيغندك أشو درجة رسول بوسا ونايد يشغل بكتاي. لكن أهل الحديث نشدا البته أهل الفقه نشدا بوغندك أشندا يلغن نمرلاشتروب تقليدغان وعاجز راوي لبا. وكان يصلي في كل يوم 200 ركعة. جيز. لكن إمام أبو يوسف محمد لا كل 100 ركعة تقيامش. مأمون دوردا خازوغا محمد بن سماعة كان أقمت 40 سنة لم يفتني التكبيرة الأولى إلا يوما مات فيه أمي. 40 yıl işide tekbir uğladın kapkapmadım. Allah'ım şu anım tüyet ketkinkine tekbir uğlağı yetişemeden. Tekbir uğlağı yetişemeden diken bir namazını bu 20 çıkartım okutken. Yani yalnız okuyan namazdan cemaat namazı 27 derece fark var diken 27 çıkartım tekrarlayıp okutken. Diken Hanefi mezhepte navadir rivayetlerine köp kısmını Muhammed bin Sema'a kıygan. قال ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة. الإمام meydan namazını çıkan çağda er ve ayalının meydi tarafı udulap turdu dedi. Tarafı da ya bel kısmı da mas meydi tarafı da turdu. Lima rava Samuratu ibn Cundubin yani Cundabin istogra radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla ala imra'atin faqama bi hidai sadriha. Muttefakun aleyh. ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة فيكون القيام بحذائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقف للرجل حذاء الصدر وللمرأة حذاء وسطها لأن أنس رضي الله عنه فعل كذلك وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول أصح. لكن عشان في مذهبته يقف للرجل والمرأة بحذاء الصدر جن أشقرش صحيح هم أشو رواية ما فقام بحذاء صدرها جن أش رواية ما أصح متفقون عليه بوغشة. أنا مش ميت كان نماز شرشنن شرط بيان قمده شرط var. Biri الإسلام أش ميت مسلمان بولش كرek. Kafir ya münafık ya partiye azası bulup kalsa namazın şuruşu olmayı. Çünkü Allah Teala yine dediği ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Yani bir ayette ma kana lin-nebiyyi ve'l-lezîne âmenû en yestağfirû lil-müşrikîne ve'lev kânû Namaken namaz mı bir xil istiğfar olmaydı. Namazda qo'yilgan ayollar tutilgan joyda qilgan partiya bo'lmas. Shunda partiya bo'lmaydi. الجمع بين النقيضان من المحالات. Yani o eğer namaz o'qishni islomni tanlagan bo'lsa partiya a'zosi vazgechish lozim. Partiya a'zosi davomlashgan holatda bu min nawaqidil iymon. Men musulmon, nima deb qo'yap, andin butun sajda qilib qo'yap, uni qilib qo'yap, buni musulmon bo'lmaydi. Mecbur deyildi bir mesele var. Bu mecburluk negice? Partiya a'zosi o'tmasa bu mansab o'smasligi mumkin. Yani başka maaş ve jiq narsadan bahramand bo'lolmaydigan bunda taraf bor ekan. Ama partiya a'zosi faqat o'tmay xizmat qilaversin, joy xizmat qilishi mumkin. Lekin shu o'sish uchun shu hamda majbur desa, o chog'da shu ixtiyoriy holatda kafir bo'lishni tanlaganligim. Partiya a'zosi kirib bo'ldi. Kirib olgan bir chog'da hidoyat topdi, men xato qildim. Bu iymon taqsirga ashkanman deb qolsa, o chog'da qanday qilish kerak? İltimos sunudi chekinish kerak. Bunu iltimos rad qilinsa-mu, yig'inga qatnashmaydi, hech qanday faoliyatga qatnashmay, urug' tuqqanlari, bolalari va jamoatchilikka men tavba qildim, partiya a'zosiga andaman adajida men musulmonlar jamoati bilan musulmonlarda yashashni tanladim. E'lon qilib qo'yib, partiya bilan munosabat uzsa, u chog'da ahli va salam mu'minlar jamoat. Lekin unga qatnashib qo'yib, bunga qatnashib qo'yib, namozdan birinchi safga o'tirib, o'tilib qo'yib, undan keyin partiyaning faoliyatiga qatnashib qo'yib, unday yashaydi.
Yani bu bir maydonda tanlash lazım. Bu iltimos shunda chiqish uchun ham qilg'ashib qo'ydi. U daftarni o'chirmasa, bu o'zining daftaridan partiyani o'chirmasin. Shari shu. Lekin chiqamaydi buni fazi qatnashib, havda bilan shunda masa farqi yo'q uning. Yig'inlarga qatnashmasin, hech qanday majburiyatni ado qilmasin. Shundanki munofiqlar va kafirlar va kommunistlarga partiya a'zolariga namoz o'qishga bo'lmaydi. Ikkinchisi yub taralgan bo'lish kerak. Yub taralgandan keyin undan keyin namoz o'qish. Ham yuqorqi masalaga chetishlik bir topshiriq bor. Bu bizning 7-topshiriqimiz. O'lash bilan ayollik rishtasi uziladi degan qarash chiqdi-ku. Ba'zi uzilmaydi degandek mazmunda ayolning kepalligini eri tayyorlab turdi dedi. Ayol o'lib ketib qolsa, eri jusi bo'lamdi yoki aksicha. O'lib ketib qolsa, ayoli jusi bo'lamdi. Har ikkisini deb bilaman. Ba'zida vasiyat qilish mumkin. Meni ayolim jusin, yo ayol vasiyat qilish mumkin. Meni erim jusin deb. Masalan, Hazrat Fatima radhiyallohu anha vafot bo'lgan chog'da Hazratlar deganmi? Ya buldu deganlar, nima uchun desa, Hazrat Aliga nisbatan Fatima bu dunyodami ayolim, oxiratdami ayolim degan bo'lg'achqa. Araylik esa o'lim bilan uzilmagan bo'lmaydi. Shu vaqtda üzülmez riskler lafqasa. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.